Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga kichkintoyning tishlari qachon chiqadi degan savolga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Albatta, kichkintoyning tishlari chiqishi ota-onani quvontiradigan holat, lekin bola uchun bunday bo'ladi deb o'ylamaymiz. Bu jarayon bolalarda albatta qiyinchiliklarsiz o'tmaydi. Birinchi tishchalar 4-7 oylikdan chiqishni boshlaydi. Bu bola uchun og'ir fiziologik holat bo'lib, birinchi tishlarning chiqishi keyingilarga nisbatan qiyin kechadi. Bunda bolada quyidagilar kuzatilishi mumkin, ya'ni milklarning qizarib ishishi. Bu milklarga qonning ko'p quyilishi hisobiga bo'ladi. So'lakning ko'p oqishi, ishtahaning yo'qolishi, umumiy ahvolining og'irlashishi. Uyquning ham buzilish holatlari albatta kelib chiqishi mumkin. Ich ketishi, so'lak ko'p ajralgani hisobiga, demak chaqaloqda ich ketadi. Milklarning qichishishi, bu bola uchun yoqimsiz holat hisoblanadi albatta. Isitma, yo'tal, shamollash alomatlari, tish chiqishi paytidagi biologik faol moddalarni ko'p ishlab chiqarish hisobiga yuz beradi. Demak, ushbu holat ham umuman olganda bu holat bola nerv tizimiga bosim o'tkazadi. Ba'zi bolalarda tish chiqishi qiyinchiliklarsiz kechadi, lekin shunda ham bola noqulayliklar hamda yoqimsiz tuyg'ularni his qiladi. Ushbu davrda bolaga qanday yordam berishimiz mumkin? Ichi suv bilan to'ldirilgan rezina tishlagichlar bering. U milklar qichishida yordam beradi. Ularni bir muddat muzlatgichga qo'yib, keyin bolaga bersangiz ham yaxshi bo'ladi. Sovuq milklardagi og'riqni qoldirishda yaxshi foyda beradi. Dorixonalarda sotiladigan bolalar uchun maxsus gellardan foydalaning. Gellar muzlatuvchi va og'riq qoldiruvchi xususiyatga ega bo'lib, ayniqsa tunda og'riq va qichishlardan bezovta bo'lgan bolaga yaxshi jarayonda, demak, yordam beradi. Tez-tez emizing. Bola emgan payt o'zini yaxshi his qiladi. Og'riqlar va noqulayliklarni unutadi. Bolaning milklari ishib qichishi boshlaganida nimalar qilish mumkin emas? Qotgan non, har xil qattiq mevalar, sabzi kabi sabzavotlarni bermang. Bola qichishayotgan milklarga ularni bosib, uzib olishi, keyin shu uzib olingan bo'laklarga tiqilib qolishi mumkin. Bolaga yordam berish, og'riqni kamaytirish maqsadida barmog'ingiz bilan milklarni ezmang. Bu hech qanday foyda bermaydi. Qaytanga shundoq ham qiynalayotgan bolaning og'iz bo'shlig'iga mikroblar tushishi mumkin. Bu vaqtda bola qo'liga tushgan narsani og'ziga soladi. Bola uchun xavfli narsalarni uzoqroqqa olib qo'ying. Rezina tishlagichlar va o'yinchoqlarni toza saqlang. Tishchalar yorib chiqayotgan paytda farzandingiz sizning e'tiboringizga 2 hissi ko'proq muhtoj bo'ladi. Unga alohida e'tibor qarating, ko'proq mehr bering, erkalang, ko'proq ko'tarib yuring. Esda tuting, tishlar chiqayotganda bolaning istimalashi yoki ich ketishi fiziologik holat hisoblanadi, lekin tana harorati 38-38,5 gradusdan ko'tarilsa, ich ketishi 3 kundan ortiq bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.